9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mana bugun Surxondaryo viloyatining aholi gavjum joylarida sharaf lentalarini taqish aksiyasi doirasida tadbir tashkil etildi. Ushbu tadbirda harbiy orkestr hamda faol yoshlarimiz ishtirokida sharaf lentalarini yoshlarimizga, aholimizga demak lentalarni taqish marosimi o'tkazildi. Bundan maqsad o'sha mustaqilligimizga erishishda ajdodlarimizning qanchalik o'sha qahramonlik ko'rsatganliklari targ'ib qilindi. Bundan tashqari o'sha aholimizning kayfiyatini oshirish, bayramona kayfiyat ulash maqsadida harbiy orkestr tomonidan turli xildagi kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Aholimiz bundan juda ham mamnun. 9-may munosabati bilan viloyatimizning barcha tuman shaharlarida xuddi shunday aksiyalar, targ'ibot tadbirlari davom etmoqda.